Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mana firmalarimiz ko'tarilib bir tomoni konvert holatda yasalyapti. Mana mansardli tomimiz. Devorni burchagi hisoblanganda 170 180 atrofida bemalol bosh tegmaydi. Bo'yi 3 metr, 320 qilganmiz. Yana stashka bo'lsa 3 metr bo'ladi. Bunday holatda konsert davom etyapti. Bu mana ikkinchi etajga chiqish. Shunday kenglikda ishimiz davom etyapti. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.